Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video ma'ruzamiz milliy qadriyatimizdan bo'lmish salomlashish va halollik masalalari to'g'risida bo'ladi. Har bir inson hayotda yashar ekan o'z xalqining odob axloq qoidalarini o'zida mujassamlashtirib bormoqi lozim. Odobli insonlar mehribonlari ko'p bo'ladi. Er-yurt oldida obro'yi baland bo'ladi. Odoblilikning eng asosiy mezonlaridan biri salomlashishdir. Xalqimiz azaldan salomlashishni burch deb bilganlar. Assalomu alaykum so'zi hikmatli so'zdir. Assalomu alaykum, men sizga sog'lik, tinchlik tilayman va alaykum assalom, sizga ham sog'lik, tinchlik tilayman degan ma'noni anglatadi. Mehribonlik nimadan boshlanadi deb so'rashganda bir donishmand assalomu alaykumdan deb javob qilgan ekan. Assalomu alaykum deb so'rashish xalqimizning eng qadimgi va eng yaxshi an'analaridan biri bo'lgan iliq munosabatlarning ifodasi sifatida ishlatiladi. Har bir salomlashishdan so'ng ikkala tomonga ham barobar bo'lgan iliqlik va o'zaro hurmat paydo bo'ladi. Salomlashish tufayli kishilar o'rtasidagi adorat, hatto adovat yo'qoladi. Qarshingizda kelayotgan inson oldidan ko'zni lo'q o'tib ketish musulmon kishi uchun uyat. Xalqimiz musulmonni salomidan bil deydi. Agar axir insonlarga xotirjamlik, salomatlik tilagi, shukronasi bo'lmagan insonning qalbida ezgu tuyg'ular, hayotga muhabbat bo'larmikan? Insonga shukrona aytmagan kishi Xudoga shukrona aytmaydi deyiladi hadislarda. Birovga xat yozsak avvalo salomlardan boshlaymiz. Binobarin salom raddi balo. Salomlashning ham shartlari bor. Yoshi kattalarga, ayollarga oldin salom beriladi. Keyingi yillarda salomlashganda ham Yevropacha taqlid qila boshlandi. Ayrim shaxslar o'zlariga nomunosib bo'lsalar-da, qo'llarini paxsa qilib hello, chao kabi iboralarni ishlatib salomlasha boshlashdi. Ko'pchilik esa bo'liq so'zni buzib, assalomu alaykum o'rniga assalomu alaykum deyishadigan bo'lishdi. Bundan tashqari ayrim hollarda erkaklarni bir-birlari bilan lablarini cho'chchaytirib, og'izlaridan o'pishib ko'rishlarini kuzatamiz. Bu hol batamom odobsizlik belgisidir. O'zbek urf-odatlariga ko'ra erkaklar bir-biri bilan quchoqlashib ko'rishgan paytida yuzlarini yuzlariga bosadilar, ammo o'pishmaydilar. Lekin ota-onalar va farzandlar, aka-uka, opa-singillar ko'rishganda yuzlaridan yoki peshonalaridan o'pib ko'rishadilar. Yaqin ayollar ham bir-birlari bilan quchoqlashib ko'rishganlarda faqat yuzlaridan o'pishadilar. Har ikki hollarda ham og'zidan o'pib ko'rishlik gigiyenik nuqtai nazardan ham bizning urf-odatlarimizga xos emas. Salom alik qilish ham o'ziga xos san'at bo'lib, uni yuksak madaniyat bilan bajarmoq zarur. Chunki o'ta zukko xalqimiz ko'pincha kishining salom berishi, ko'rishishdagi odobiga qarab qanchalik tarbiya ko'rgani yoki ko'rmaganligiga baho beradi. Oddiy odamga oddiyroq, amaldorga boshqacha o'ta takaffuf bilan salom berilsa, atrofdagi kuzatib turgan kishilar salom berayotgan kishini laganbardor, xushomadgo'y deb baholashi mumkin. Bu esa odamning ko'pchilik orasidagi oladigan bahosini pastlatadi. Salomlashganda bir-birlarining kiyimiga emas, balki yuziga qarab, xiyol kulib, ochiq chehra bilan turish ta'birga joizdir. Boshqa tomonga qarab qo'l berib salomlashish o'ta odobsizlikdir. Ko'pincha odamlar bir-biridan uzoq masofada turganlarida o'ng qo'lini chap ko'ksiga qo'yib salomlashishga ishora qiladilar. Bu albatta istisno hollardandir. Salom berganda assalomu alaykum deya to'liq salom berish kerak. Unga javoban to'la va alaykum assalom deb ovoz chiqarib, dadil javob berish maqsadga muvofiqdir. Salomga mingirlab qo'yish yoki boshini qimirlatib qo'yish ham odob qoidasiga ziddir. O'zbek urf-odatlariga ko'ra erkaklar qarindosh yoki yaqin ayollar bilan ko'rishganlarida gavdalarini biroz ayol tomonga egib, o'ng yelkalarini tutadilar. Ayol erkakning o'ng yelkasini silab yuziga surtadi. O'ziga tanish bo'lmagan ayol yoki qiz bilan ko'rishganda esa har ikki tomon o'ng qo'lini chap ko'ksiga qo'yib salom alik qilishadi. Qo'l berib so'rashlik juda qadimiy jangovar odatlarga borib taqaladi. Harbiylar orasida sulh saloh bo'lganda bir-birlariga qo'l berganlar. Bu mana ko'rib qo'y, qo'limda qurol yo'q, do'stlik, tinchlik taklif etaman degan ma'noni bildirgan. Bu juda ko'p xalqlarda odat tusiga kirgan va hozirda ham o'z ma'nosini yo'qotgani yo'q. Lekin qo'l bilan ko'rishayotgan paytda bir-birlarini qo'llarini qattiq siqib, og'ritish yoki qo'lni uchinigina berib qo'yish beodoblikdir. Bundan tashqari erkaklar ayollarga, bolalar kattalarga avval qo'l uzatmaydilar. Yoshlar o'zidan kattalarga ikki qo'lini berib ko'rishganlari ma'qulroqdir. Dasturxon atrofida qizg'in suhbat ketayotgan chog'da kech kelib suhbatni bo'lib hamma bilan qo'l berib ko'rishishlik agar davraga kirgan odam boshqa yurtdan yoki uzoq kasallikdan so'ng safardan kelgani bundan istisno, shart bo'lmasa kerak. Bunday hollarda o'ng qo'lini chap ko'ksiga qo'yib salomlashib, uzr so'rab davraga qo'shilgani ma'qul. Agar siz birovga salom bersangiz, u alik olmasa, bu ham odobsizlik belgisidir. Izzat ikrom qo'lidan
qo'ldan ketmasin degan odam salomni aliksiz qoldirmaydi. Aytishlaricha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam birovni ko'rganlarida deyarli hamisha undan oldin salom berib ulgurar ekanlar. Chunki birovdan salomni kutib o'tirishning o'zi ham odobdan emasdir. Odamlar orasida salom alik yo'qolmagan mamlakatda xayr va baraka ham ko'tarilmaydi. Halollik ma'rifat shamchirog'i deyishadi. Ajdodlarimiz azaldan halollik yo'lini tutishgan. Qora mehnat evaziga topgan bir-birdan noni-yu bir kosa obi yovg'onini ham zarur bo'lganda beva bechoralarga ilinganlar. Ko'chadan birov tanga topib olsa, uni egasini topishga harakat qilgan. Harom yuqmaydi degan aqida bor edi o'shanda. Aytishlaricha bir mahallada Hoji ota degan kishi bo'lgan ekan. U juda odobli, obro' e'tiborli, kichik ko'ngil, nuroniy oqsoqol ekanlar. Uning hovlisidan katta ariq o'tar ekan. Yoz keldi deguncha o'sha ariqning qo'shnikiga devor ostidan o'tadigan joyga to'rsim joylashtirib qo'yar ekan. Pishchilik boshlandi deguncha shu ariqdan o'rik, olma, shaftoli, nok kabi mevalar oqib kelar ekan. Hoji ota bomdod namozidan qaytgach, sim to'rga ilinib qolgan mevalarni qiz cho'plardan tozalab, har bir tur mevalarni alohida paqirlarga solar ekan. Bu mevalarni har biri yuqoridan kimlarning hovlilaridan oqib kelishini ham avvaldan bilar ekan. So'ng paqirdagi mevani ko'tarib, o'sha ariq o'tadigan xonadonga borib, uni eshigini taqillatib uy egasini chaqirar ekan. Unga bu mevalar siz suvda biznikiga oqib boribdi, hammasini tozalab olib keldim, mana oling, bu sizniki. Musulmonchilikda birovning haqqi degan gap bor. Uy egasi: Hoji ota, mevani suvga tushgani elniki, nega ovora bo'lib olib keldingiz? Men roziman. Shunda Hoji ota: shunday-ku, lekin rozi rizolik deganlar, bundan tashqari luqmay halol degan gap bor xalqimizda. Shundan so'ng Hoji otani ko'ngli taskin topib, ikkinchi paqirni ko'tarib yana boshqa xonadon tomon yo'l olar ekan. U yerda ham xuddi yuqoridagidek savol-javob kelar ekan. Shu hol har kuni takrorlanar ekan. Shunda har bir turdagi mevalarning egalari: Hoji ota, biz bir emas, 1000 bora rozimiz deb necha marta aytdik. Har kuni ovora bo'lib kelib yurmay deyishsa, shunday-ku, lekin o'rtada shayton degan maxluq bor. Kecha aytgan so'zingizdan bugun sizni u qaytargan bo'lsa-chi, bu menga qorong'u deb javob qilar ekanlar. Har kuni meva egalarini roziligini olgach, hovlisidagi patnislarga mevalarni to'kib, o'zining va qo'shnilarining farzandlariga, nevaralariga qarab: mana bolalarim, bularni halollab keldim, endi yesinglar bo'laveradi der ekanlar. Hikoyat qilishlaricha bir kambag'al meshkobchi yashagan ekan. Uni meshidan boshqa hech narsasi yo'q bo'lib, shu meshda suv tashib tirikchiligidan bir navbat o'tkazar ekan. Kunlarning birida meshkobchi ko'chadan o'tib borayotsa, bir yosh bola uni meshini mix bilan teshiblashyapti, mix bilan. Suv to'kilib, meshkobchi shu kuni tirikchiligidan qolibdi va meshini yamabdi. Bu hol keyingi kunlarda ham bir necha borda takrorlanibdi. Oxiri mesh yamab bo'lmaydigan darajaga yetibdi. Chorasiz qolgan meshkobchi bolaning uyini topib otasiga uchrabdi. Bo'lgan voqeani unga bayon qilibdi. Bolaning otasi meshi hamda u behuda o'tgan kunlar haqqini to'lab meshkobchini jo'natibdi. Bola tarbiyalarida qachon va qanday xatoga yo'l qo'ydim deb ko'p iztirob chekibdi. Chunki bu odam halol yashagan farzandlarini ham peshona teri evaziga boqayotgan ekan. Jigarbandimga qachon harom luqma yegizib qo'ydim ekan deb qancha o'ylanmasin, bu holni hech eslay olmabdi. Xotini ham o'ylab topa olmabdi. Kelasi kuni xotini: yodimga tushdi, shu bolamizga homiladorligimda qo'shnimizga chiqqan edim. Hech kim yo'q ekan, u yerda g'arq pishib yotgan anordan birar yegim keldiki, so'ramay bittasini uzib yegandim debdi. Ha, ko'rdingmi, qayerda adashganmiz debdi er. Ota qo'shnisiga chiqib bo'lgan voqeani aytib, ularni rozi qilibdi, lekin buni o'g'liga aytmabdi. Buni qarangki, qo'shnisini rozi qilgan zahoti bola beixtiyor mixni uloqtirib yuborgan ekan. Ikkinchi bir hikoyatda aytilishicha, bir ulug' zot qozikalon o'tgan ekan. Uning bir pokdamon halol bog'boni bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni ikki qozikalonning uyiga nufuzli mehmonlar tashrif yuribdi. Dasturxon to'kin, mevalar rang-barang. Mehmonlar biyobonga tahsinlar aytishibdi, ammo anorlari juda nordon ekan. Mezbon xijolat bo'lib biyobonni chaqiribdi va mehmonlar ko'z oldida koyibdi. Bobon uzrini aytibdi: "Xo'jam, menga bog'da ishlashni buyurgansiz, mevalarni yeb yur demagansiz. Shuning uchun men bog'ingizni parvarish qildim, lekin mevalarni yeb ko'rganim yo'q" deb javob beribdi. Bobonning javobidan mehmonlar hayratga tushibdilar. Har biri bu bobonni o'z bog'ida xizmat qilishga orzu qilibdilar. Qozi ham shunday halol odamni qo'ldan chiqargisi kelmabdi. Unga minnatdorchilik bildirib, uni o'ziga kuyov qilish niyati borligini yetkazibdi. To'y o'tibdi, xursandchilik tantana tugabdi, lekin yangalar hayronmish. Nima uchun kuyov kelinga yaqinlashmayapti? Hafta va undan ko'proq kutibdi, lekin ahvol o'sha. Oxiri gap qoziga yetibdi. U kishi boboni huzuriga chaqiribdi-da, 1000
andisha bilan debdi o'g'lim, ojizamizni o'zingizga munosib ko'rmadingizmi? Sizga beodoblik qildimi? Bobon ehtirom ila usul aytibdi: "Ey muhtaram xo'jam, siz endi menga ota o'rindasiz. Karimangiz tomonidan zarracha nuqsonlar sodir bo'lgani yo'q. Meni ming bor ma'zur tutasiz. Qaylig'im butkul poklanib tozalanmaguncha unga yaqinlasha olmayman." Qozi battar hayron bo'libdi. Bobom ko'nglini ochibdi. Qizingiz 40 kun parhez qilishlari, sizning parvarishingizda yegan taomlari quvvatidan butkul xalos bo'lmoqlari kerak. Chunki sizning maishatingiz hamisha ham halol bo'lavermagandi. Uyingizga juda ko'p nufuzli odamlar kelishgandi, sovg'alar inom qilishgandi. Ular bu inomlarni hamisha ham rozi bo'lib, chin dildan tuhfa qilmagan bo'lishlari mumkin. Ayrim himmatlilar esa odatda boshqalarni norozi qilib tarozidan, hisobdan urib qolish hisobiga boyiganlar va shu boyliklaridan dabdabali ziyofatlar berganlar. Sizga ham sovg'alar keltirganlar. Shuning uchun ham mening oilam, qaylig'im o'z jismidagi taom asoratidan xalos bo'lgungacha parhezli bo'lmoq lozim. Bu poklash meni qizingizdan bo'lak yana bir inson bo'lguchi farzandimizning halolligi uchun ham zarurdir. Qozining hayratiga hayrat qo'shilibdi. Kuyoviga hurmati 10 chandon oshibdi. Vaqt soat yetib Bobon o'g'il ko'ribdi. Otini Abdulloh qo'yibdilar. Mana shu Abdulloh islom olamining eng ulug' olim va fozil kishilardan bo'lib yetishibdi. Momomning aytishicha, dadamning dadalari, ya'ni bobomiz halol pok inson bo'lgan ekanlar. U juda kambag'al yashagan ekan. Bir boydan pul qarz olib, bo'zi maqsad tikib, zo'rg'a kun kechirar ekan. Bo'zini sotib topgan 2 tankasini birini boyga, ikkinchisini ro'zg'or uchun ishlatar ekan. U har kuni ertalab va kechqurun mahalla masjidi hovlisini savob uchun supurib sidirib yurar ekan. Kunlardan birida bobomiz bomdod namozidan so'ng hovliga kirib kelganlarida momomiz uning kavushiga barg yopishib qolganini ko'rib, "Kavushingizga barg yopishib qolibdi" desa, "Bay, bu barg masjidniki-ku" deb uni tezda olib borib masjidga olib qo'yib kelgan ekan. Momomning bu hikoyasini eshitib hayratda qoldim. Ushbu so'zlarni eshitib, hozir halol to'g'risida gap yuritishga ne hojat? Zamonni ko'r, kim halol yashayapti? Maoshga kun ko'rib bo'ladimi deguvchilar ham bordir. To'g'ri, muammolarimiz ko'p. O'zbekning marosimlari esa bisyor. Bularni inkor etib bo'lmaydi, lekin halol pok odam doim pokligicha qoladi. Undaylar yaxshi kunlar kelishiga ishonch bilan yashaydilar. Qaddini tik tutishga harakat qiladilar. Chunki barchamizning ro'paramizda haqning buyuk va aslo adashmaydigan tarozisi turibdi. Biz barchamiz ana shu ulug' ashrim kuniga buyuk tarozi qoshiga kunma-kun borayotgan odamlarmiz. Mustaqilligimiz tufayli xalqimiz o'zligini anglayapti, iymon e'tiqon ildiz otayapti. Xalqimizning qadimiy urf-odatlari, hislatlari haqida gap ketganda, men hamisha farishta misol yuqorida nomlari zikr etilgan shaxslarni hurmat bilan esga olaman. Poklik, halollik, ma'naviy yuksak barkamollik timsoli sifatida ko'z o'ngimdan namoyon bo'ladi. Halollikka yo'q, menimcha yurakdan boshlanmoqi lozim. E'tiborlaringiz uchun rahmat.